Hozirda kvartiralarni kvadratini $1000 sotayotgan paytda men sizga 57 ming AQSh dollarga 112 kvadratli kvartiramizni qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar hozir mana shunaqa chiroyli mehmonxonada turibmiz. Ko'rishlaringizdek bu yerda televizor qilingan, konditsioner o'rnatilgan va mana shunaqa chiroyli joy bo'lyapti. Bu yerda bizlarda podyezddan kirib kelishimiz eshigi bo'lyapti. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kvartiramizda duxontirni kotel o'rnatilgan, полностью теплый pol qilingan, Yevro remont va mana bu yerda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizning eng zo'r joyi mana bu yerda skritli yana bitta xonachasi bor ekan do'stlar. Kvartiramiz полностью kafel qilingan va parket qilingan, kadastri bor. Bir kun ichida afrons qilib olish mumkin. Bu yana bitta yotoqxona bo'lyapti va mana bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Do'stlar, agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar pastda qo'shimcha ma'lumot bo'ladi, narxi bilan videoni tanishlarga yuborib, kommentariy qo'yib, yozib, like qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu yerda bizlarda sanuzl bo'lyapti. Kvartiramiz polupodvalniy помещение bo'lyapti. Ko'rishguncha